Qo'shni marshga kelmayaptimi? Ya, assalomu alaykum. Alaykum. Ishga ketyapsizmi? Ha, ishga. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Kelib qoldingizmi aka? Yo'q. Qayerda yuribsizlar ey? Sizlar deb ishga ham kech qolamiz. Haydang. Ha, qo'shni, bugun yana taksida ketasizmi? Xudo xolasa shunaqa aka. Pulingiz ko'pda, katta yerda ishlaysizmi? Yo'q, oddiy ishchiman aka. Sog' bo'ling aka. Mayli, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Sizlar deb ishdan haydalib ketmasam bo'ldi. Haydang tezroq. Yo'q, qo'shni. So'raganda ayb yo'q. Har kun taksida ketasiz. Qayerda ishlaysiz? Kombinatda Men ham kombinatda ishlayman. Qancha oylik olasiz? 5 million. Men ham 5 million olaman. Qanday yetkazyapsiz? Ish joyimiz ham bir xil, oyligimiz ham bir xil ekan. Odatda Olmaliqda oyda oxirida pul qolmaydi. Siz har kun taksida qayerdan pul topyapsiz? Ya dvijeniya qilyapsiz kombinatda. Ha, yo'q, tog'a, men Royal Taxi 1187 dan foydalanaman. Narxlari ham yonbob narxlardan, minimalka 1000 so'mdan boshlanadi. Oyda boshida pul to'lab yuraman, oyda oxirida cashbackdan foydalanaman. Qo'shni ilovaga qanday ulanadi? Play Market yoki App Store'dan Royal Taxi deb poyez bersangiz chiqadi, yoki bo'lmasa qisqa raqam 1187 dan foydalansangiz bo'ladi. Sog' bo'ling. Rahmat. Qo'shni Zagruzkadan bitta choyxona mendan. Xo'p, sog' bo'ling. Allo, Royal Taximi?